Toshkent tumani eski 16 yillikdan 6,5 sotixlik xonadonimizni sotuvga chiqqan 100 ming dollar baholanyapti. Gaz, suv, svet umuman muammosiz. Betonkagacha 2,5 kilometr. Batafsil video davomida ko'rib chiqamiz. Asosiy kirish qismidan ko'radigan bo'lsak, kirganingizda uzun keng yo'lini ko'rishimiz mumkin. Bemalol mashina qo'yishdan umuman muammo bo'lmasa kerak. Hovlimizning o'rtasida katta zeleniy zona joylashgan bo'ladi. Chiroyli mevali daraxtlarni ekib qo'yishgan. Asosiy binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, kiraverishda o'ng qo'lda bitta ayollarimiz uchun kuxnya joylashgan bo'ladi. Paltara etaj, oltita 7 xonalari bor. Binoyimizda seli tagi podval qilingan tikuv sexi sifatida foydalanishgan. Endi ichkaridan ko'rib chiqamiz. Asosiy binoni ko'radigan bo'lsak, kirganingizda shunaqa prixoshka, xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Remontlari yaxshi holatda, bemalol kelib yashasanglar bo'ladi. Umumiy hisobda 6 xona bor. Ko'ryapsizlarmi? Har bitta xona remontlari o'rtacha, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Bu yoqda alohida katta tapchani zona qilib qo'yishgan, ko'ryapsizlarmi? Bemalol bu yoqni ham mehmonxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu yoqda katta zal mehmonxonani ko'rishinglar mumkin. Remontlari yaxshi holatda, bemalol kelib yashasanglar bo'ladi. Keyingi xonalarni ko'rsatib beradigan bo'lsam, bu yoqda ham alohida kirish uchun xodlari bor. Kichkinagina prixoshka, bu yoqda ham bitta kattalar yotoqxonasi va bitta bolalar yotoqxonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. Ichkarida bitta kattalar yotoqxonasi.